O'zing menga tanlab zo'rini bergin. Bu yoshlikni ta'mida bilasan. Agar dadangni ko'rsang nima degan bo'larding? Qachon qiladi? Dunyog'a shukr keldi. Dadasini qabul qilmaydi. Sen bunaqa qilmasmiding? Ya, ukam aqqadar bilashdan nima qiladi? Instagramga chiqaramizmi? Instagramga qo'yasan-ku, ko'proq odam ko'radi, ko'proq odam sotib oladi. Mana senda tadbirkorlikda xohish bor-ku, qanday bo'lsa ham qilish kerak. O'zingga samta Instagram ochgin. Instagramda mana shu sotayotgan halvoyingni mana shu manzilda sotyapman deb reklama qilgin. Yosh bola mana shu sovuqda savdo qilayotgani uchun aynan sendan oladi. Ochgin, menga bir 3 ta zo'rini bergin. Mana, rozimisan? Qanchadan beri mana shu halvoni sotasan? 15-16 kundan beri. Senga telefon ham olamiz, Instagram ochasan u mana shu narsalarni Instagram orqali sotasan. Xo'pmi? Ozodning yaqin kunlarda mana shu bizneslari rivojlanib ketsin inshaalloh. Duoda bo'linglar. Hali yana kelaman, sana obunachilarga ko'rsataman. U paytda sen уже rivojlangan bo'lishing kerak. Kelishdik-a? 5-tasha. Ozodga bitta Instagram ochamiz u mana shu holvalarini Instagramdan sotamiz. Ozodga bitta nima qilamiz? Like, subscribe, kommentariy bosamiz. Ketdimi? Siz Alloh rozı bo'lsin. Amin. Amin. Sog' bo'l ukam.